do'stlar, qadrdonlar, mana bu Dilfuzaxonning tavallud kunlaridan tabriklash uchun keldik. Umrlari uzoq, rizqlari mo'l bo'lsin. Allohim panohida bo'lsinlar hamisha. Farzandlarini o'stirgan farzandlari rohatini ko'rib, piri badavlat bo'lib yursinlar. Allohga, elga suyukli bo'lib, yuzlari yorug' bo'lib, hamisha hajlarga borib hojona bo'lib 100 yoshlardan oshib yursinlar Xudoyim. Tavallud kunlari bilan tabriklaymiz. Sog' salomat bo'lsinlar. Tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Sizni qutlagay hatto ko'palak. Mana do'st yorlar sog'inchdan beradi darak. Farzandlar atrofingizda girdi kapalak. Nabiralar ko'nglingiz olishga halak. Biz mana shu o'tirganlar ham tilaymiz bir tilak. Ilohim 100 yoshdan urushdan to'xtamasin yurak. Sog' bo'ling, salomat